Ana shu sen yotganmi? Nima bo'ldi? Dima SMS yozibdi. Bachasini mazasiga qo'ygan kartadan pul tashlash kerak ekan. 500 ming tashlaymi? Yana kerak bo'lsa ayt, men ham tashlayman. Kerak bo'lsa yana so'raydi o'zi. Ha valla, nima gap? Bachang yaxshimi? Ha, zakonni bacham, o'zlari qalay? O'zing Telegramdan yozding-ku, bacham kasal, 500 ming tasha, balsa aytaman deding. Bu tashadi, men ham tashamoqchi bo'ldim. Sizlarga aytish esimdan chiqibdi. Telegramim vizlon bo'lgan, qanaqadir SMS kelib bosdim hammaga bir xil pul so'rab yozib yotibdi. Men o'zim kirolmayman Telegramga. U Sharof tog'im 10 million tashlabdilar, janovar kuydilarda. Hurmatli yurtdoshlar, siz ko'rgan bu holat yurtimizdagi kiber jinoyatlarni birgina ko'rinishi bo'lib hisoblanadi. Yurtimizda juda ham ko'plab kiber jinoyatlar hozirgi kunda amalga oshirilmoqda. Kimdir onlayn pul so'raydigan bo'lsa, oldin aniq ishonch hosil qilib, keyin pul o'tkazib bering. Amalga oshirilayotgan targ'ibot ishlariga befarq bo'lmang, bu sizni moliyaviy xavfsizligingizni kafolatlaydi.